bo'ladi. Remont qilishda harakat qilishda mana ochiladi. Новая хонора, ремонт Aleyküm asselam. Var mısın? Rahmat. 11'ge cholla bilan endi yuzga chiqmoqchi edim. Qachon hali? Ertaga ochamiz deb. Ha. Hozir ochib yuboraylik, balki ishlar yo'q. Ben yetkanim, ben vodoprovod 30'dan beradi. Sen ochmasang ham mendan 30'dan diyor. Sen yetmoqchi edim ben. Gaplashib keldimmi? Ham tortib ketadi, sizga xalaqit qilmaydi dedi. Xalaqit, yo'q, xalaqit qilmasa o'shangacha remont qilasan-da, undan keyin bemalol nima qilasan. Ochmasang. Uni ochoramiz. Ha, ochmang. 11ga chiqasiz xudoyiga. Chollarni aytdim. Hammasi telefon, masjidda aytdim, bu hammasi kechasi. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Allohim. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hormanglar, muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshilikka. Mayli, ishinglarga rivoj. Barakasini bersin. Boshlayapsizlarmi? Hormanglar. Alloh barakasini bersin. Ancha chiroyli joy bo'pti. Yaxshi shay. Baraka topsin. Ancha chiroyli joy bo'pti bo'ptilar. Ancha xonalari bor. Ancha remont qilishdi. Xonalari bor. Hormanglar bolalar. Xonalari bor. Chiroyli joy bo'ldi ancha. Shohona. Haqiqatan remont qilindi. Zamonaviy bo'lib chiroyli shohona bo'ldi bu mahallada. Shoxonalari bor. Bitta hammasi chiroyli joy. Oshxonalari bor ekan. Hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Alloh barakasini bersin. Oshxonalar hammasi chiroyli pokiza joy bo'libdi. Alloh barakasini bersin. Chiroyli joylar. Ancha chiroyli. Ancha shohona. Turadigan joylar. Hammayoqda kottejlar qurib bo'lyapti. Chiroyli joy bo'ldi ancha. Alloh barakasini bersin. Rivojini bersin. Dam olishga ancha yaxshi joy bo'libdi bola. Allah barakasini bersin. Yaxshilaylar.
Zamonaviy yaxshi bo'pti, choyxona chiroyli bo'pti. Yaxshi dam oladigan joy bo'pti. Ishinglar rivoj, barakasini bersin. Yaxshi ishlanglar. Alloh barakasini bersin. Yaxshi joy bo'pti. Dastka mana ochildi. Endi choyxona. Alloh barakasini bersin, bolani ishinglar rivojini olsin. Mayli, yaxshi ishlanglar. 11 ga chiqasiz odam. Xudo xolasa, shu yerdaman men xabar olib turaman men ko'pincha. Men bundoq qarasangcha o'zgarish qilyaptimi? Kecha ham nima aytuvdilar? Mahalla komissiyasini ko'rdim. Kechqurun 12 dan keyin qiyin keladi. Ertalab chiqamiz. Ha, ertalab yaxshi-da. Qulab qolma o'zi shu. Bildim men o'zim, bildim. Boyam kiyamda yo'q edi, aylanib ketdim. Do'stlar olib kelsin. Voy, bular nima harakat qilyapti dedim, men boya kirib ketdim. Mashina bir turuvdi, mashina ketgandir dedim. Keyin bir qarasam, harakat. Mana Alloh barakasini bersin, rivojini bersin. To'rttasiz? To'rttaman. Xudoga shukr, rahmat. Hammasi baraka.